Barchaga assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlarga turkcha osh tayyorlab ko'rsataman. Juda ham mazali bo'ladi. Agar sizga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Qani ketdik. Turkcha oshni tayyorlash juda ham oson, chunki guruchni o'zidan bo'ladi. Mana hech narsa solinmaydi. Na go'sht, na ziravorlar, na sabzi, na piyoz, hech narsa solinmaydi. Oldin guruchlarimizni yaxshilab yuvib olamiz. Men 4 bakal guruch ishlatdim. Siz uyda odam soniga qarab ko'paytirishingiz yoki kamaytirishingiz mumkin. 4 bakal guruchni yaxshilab yuvib olamizda, yuvganimizdan keyin bir chetga olib qo'yamizda, qozonga sariyog' solamiz. Men 4 bakalga mana shuncha sariyog' ishlatdim. Siz yoki ko'paytirishingiz yoki kamaytirishingiz mumkin. Yog'liroq xohlaganlar yog'ni ko'proq soladi. Bu yerda oq yog' go'sht ishlatilmaydi. Yana ham eslatib o'taman. Faqatgina mana bu tovuq go'shtidan nima desam, tovuqli palov deb qo'yadi. Tovuqli oshni tayyorlamoqchi bo'lsangiz, tovuq go'shtini alohida qaynatib olasiz. Mana men marazilikdan oldim go'shtlarimni, ertayin deb ustini ochib qo'ydim. 4 bakalga 4 pashka nima ishlatyapman tovuqni go'shtidan. Siz ko'paytirishingiz yoki kamaytirishingiz yoki umuman ishlatmasligingiz mumkin. Ichiga xohlasangiz no'xat yaxshi ko'radiganlar no'xat solsa ham bo'laveradi. Bizlarga o'xshab sarimsoq solmaydi. Bir marta sarimsoq solgan edim. Men uyimdagilar sarimsoqni yoqtirmadi. Sarimsoq solinganini, chunki bular guruchni oddiy o'zidan tayyorlab oshni o'rganib qolgan. Ana endi bular to nima qilguncha erigancha yog'imizdan xabar olamiz. Mana yog'imiz yaxshilab eridi. Sariyog'dan foydalanasiz. Xohlasangiz ichiga simichka yog', xohlasangiz paxta yog'i, xohlasangiz zaytun yog'i aralashtirishingiz mumkin. Men har zamonda zaytun yog'i aralashtiraman. Bular juda ham yog'li bo'lib ketsa yoqtirmaydi. Chunki bular umuman yog'sizga o'rgangan. Shuning uchun yog'ni kam bo'ldi deb o'ylamanglar. Men ham birinchi osh qilgan vaqtim yog'ni kam soldim degan vaqtim yo'q, biz yog'siz yeymiz deb ko'pgina yog' solib qolganimda yo'q, nima yog'i ko'payib ketibdi degan. Endi guruchlarimizni mana shunaqa qilib qisiq alovda, past alovda yaxshilab qovuramiz. Qovurganingizdan keyin xuddi badroqday ana guruchlar bir-biriga yopishib qolmaydi. Qovurmasingizdan oldin yuvilgan guruchlar bir-biriga yopishadi. U sekin turib qovurilgandan keyin guruchlar dona-dona bo'lib qoladi. Ana shu oqarib, rangi o'zgaradi, o'zi bilinadi. Keyin ana shu oqarib qolgandan keyin ustiga suv solib dimlab qo'yasiz. Buni ichiga mana shunday qovurayotgan vaqtda tuz solvorsangiz tezroq qovuriladi. Ana endi mana shunaqa qilib qovurib olamiz. Turkcha osh tayyorlash juda ham oson, juda ham qulay. Men Turkiyaga kelganimdan keyin umuman o'zbekcha osh qilmay qo'yganman. Chunki juda ham bu qulay. Nimaga o'zimda nima oti sabzi to'g'ra, piyoz to'g'ra qilib nima qilib yurayin deymanda, buni osongina ko'ramanda, bundan tayyorlab qo'ya qolaman. Juda ham oson, ham o'zim ham semirishni yomon ko'rganim uchun o'zimga ham yaxshi nima semirtirib yormaydi. Shuning uchun men shunaqa oshni o'zimga qulay bilib olganman, qulay tayyorlayman. Keyin nimani ham men xamirli ovqatlarni ham juda oz tayyorlayman, semirib ketmaslik uchun. Semizlikni yomon ko'raman. Iloyim semirmayin. O'zimda gavdamam nima emas, lekin baribir ham bilmadim, shunda ham semirib ketmayin deb nima qilaman, harakat qilaman iloji boricha. Siz ham mabodo bu oshdan tayyorlab yesangiz, bu oshga o'zingizni o'rgatsangiz, yaxshi tarafi shu semirib ketmaysiz. Bu ayollarimizga juda ham yaxshigina maslahat. Mana guruchlarim yaxshilab qovurildi. Qovurilgandan keyin bunga suv aralashtirasiz. Xohlasangiz nima oldinroq tovuqning go'shtini qaynatib olib, tovuq go'shtini qaynagan suv solsangiz ham bo'laveradi. Juda ham mazali chiqadi. Xohlamasangiz qaynagan suv solasiz. Mana suv soldim. Keyin xuddi bu yog'i o'zimizning oshimizga o'xshagan bo'ladi. Dimlab qo'yasizda, keyin pishadi. Faqatgina buni sabzi nimalari yo'q, xolos, tamom. Yog'i ham oz, juda ham. Oshimiz tayyor bo'ladi. Mana suvlarni soldik. Endi oshimiz tayyor bo'lgancha, suvlarini tortgancha men o'zim nima uyda o'kuni borib chiya urug'i olib kelgan edim. Zanjabil bor edi, bor o'z uyimizda. Nima limon bor edi. Bitta bankaga ular hammasini tayyorladim. Mana tuz solish izidan chiqib ketdi. Meni qovurgan vaqtim, hozir mana oxirida tuz sovordim. Azizlarim, albatta bu oshni tayyorlab ko'ringlar. Bunga o'rganganlaringizning yaxshi tarafi ana shu aytib o'tganimday sizni semirtirib yormaydi. Ham tayyorlashga ham oson. Mana ichiga zanjabil bilan chiya urug'ini soldim bitta bankaga. Men har kuni buni tayyorlab qo'yaman.
tayyorlab qo'yib ichaman. Ham organizmingizga yaxshi, ham sizni semirtirib yubormaydi, semirib ketmaysiz. Buni asal soldim. Asalni esimdan chiqardim. Mana bir qoshiq asal solamanda kun bo'yi xohlagan vaqtim, esimga tushgan vaqtim buni ichib yuraveraman. Ustidan mana qaynoq suv qo'ydim. Damlab qo'ydim. Ana shunday qilib. Qoshiqda asallarni yaxshilab yuvib olayin. Bunga keyin limon soldim. Davleniyasi borlar ehtiyot bo'lganlaringiz yaxshiroq. Bunga keyin men sarimsoq solardim. Bugun tayyorlaganimda sarimsoq solishni unutib yuboribman. Sarimsoq, petrushka solsangiz ham bo'laveradi. U ham odam organizmiga juda ham foydalari ko'p. Men lekin bugun umuman esimdan chiqarib yuboribman. Sarimsoqda nima qilishdi, solishdi. Mana limon, bitta limonni oldimda, mana shunaqa qilib maydalab bo'laklarga bo'ldimda, bitta qoshiq olayin. Qoshiq oldimda, mana shunday qilib tayyorlab qo'ydim. Buni xohlagan vaqtingiz ichsangiz bo'ladi. Faqatgina davleniyasi pastlar ehtiyotkorroq bo'lasiz. Ichida asali bor, lekin baribir ham ehtiyot bo'lganingiz yaxshiroq. Mana shunday qilib tayyorlab qo'yaman. Endi buni bu tayyor mana shunaqa holatga keldi. Buni albatta tayyorlab qo'yib, mana og'zini berkitib qo'yaman-da, iliq bo'lgandan keyin bemalol kun bo'yi ichib yuraveraman. Mana shunaqa holatga keldi, ko'rinishga ega bo'ldi. Ba'zilar aytdiki, u foyda qilmaydi, ozishingga foyda qilmaydi, unday dedi. Shunda ham baribir endi olib qo'yganman, ana shular tugagancha tayyorlayin debman. Chunki organizmga foydasi bor-ku, hammasi tabiiy narsalar. Men o'zim yomon ko'raman. Mana bunaqa bir nimalar olishdi, nima deydi, fermalardan olib ichadiku odamlar, kokteyl oladi ozish uchun, uni oladi, buni oladi. Undan ko'ra tabiiy narsalardan iloji boricha foydalanishni yaxshi ko'raman. Mana oshimiz tayyor bo'ldi. Endi buni dimlab qo'yamiz, tamom. Shu bilan oshimiz pishadi. Bo'ldi. Turkcha osh juda ham oson. Qarang, piyoz to'g'ramadim, sabzi to'g'ramadim, go'sht to'g'ramadim, aralashtirmadim. Tamom. Ozgina yog' bilan go'shtni qovurdim-da, suv solib qo'ydim. Mana osh tayyor. Endi bu nimamiz qaynab chiqqandan keyin xohlasangiz uni alohida yeysiz, xohlasangiz oshga aralashtirib yeyaverasiz. Mana oshimiz tayyor bo'ldi. Bu videom uzoq cho'zilgani sababi o'zim ovqat taom tayyorlayotgan vaqtda ko'p turk taomlarini bilmayman, lekin turk tilini bilganim uchun men nimalarni ko'raman. Ko'proq videolarda uzunroq video ko'rib harakat qilamanki, uzunroq video ko'rishga, chunki bilmayman, o'zi shunaqa odatim bor. Bu videoni qisqa qilib tayyorlaganman. Xohlasangiz qisqa variantini ko'rishingiz ham mumkin. Videoni shu yergacha ko'rganlarga kattakon rahmat. Keyingi videolarimda ko'rishguncha Allohimga omonat bo'ling. Sog' salomat bo'lasiz.